Koreyada to'yga get ready with me. Ustimga bugun mana shunaqa qo'li uzun o'rtacha uzunlikdagi qora ko'ylak kiyaman. Klassический. Уже salqin tushib qolgani uchun bu safar qo'li uzun ko'ylak tanladim. To'g'risini aytsam, yordami tegmaydi deb o'ylayman. No hech qilsa ustimda narsam bo'ladi. Tadan! Yomon emas. I like it. Men buni O'zbekistondan sotib olganman. Menga juda ham yoqqani uchun ko'p O'zbekistondagi kiyimlarimni bu yoqqa olib kelmaganman, lekin bu menga juda ham yoqqani uchun buni olib kelganman. To'g'risini aytsam, men o'zi nima deydi, to'ylarni uncha yoqtirmayman. O'shaning uchun to'ylardan maksimalni избегать qilaman. Единственное, o'zimga juda ham yaqin odamlarni to'yiga boraman. Bugungi to'y shunaqa to'ylardan bittasi. Oldingi videoda ham menimcha уже aytganman, men to'ylarni uncha yoqtirmayman. Вечеринка, party, mana shunaqa nimalarni, именно yig'ilish bo'ladigan mana shunaqa nima deydi, вечеринкаlarni, короче, juda ham yaxshi ko'raman. No единственный to'yni uncha yoqtirmayman. Mana shuni taqib oling. Oh my god, 10 minut vaqtim ketdi mana shuni taqish uchun. Men почти bo'ldim. Hozir faqat tufli kiyaman, lekin undan oldin sumkamga kerakli narsalarni sotib olamiz. Tezgina, chunki men yana kech qolganman. To'g'risi, bu ketishda men o'zimni ham to'yimga kech qolsam kerak. Я уже не удивлюсь. И men подписчиklarim meni udivиться qilishmaydi. Ustimga esa palto. Chunki havo salqin. Shunaqa qilib, men ham tayyor. Negadir ko'rinmayapti. Примерно вот так вот. Примерно вот так вот. Молодец, Daya, kech qolding. Idealni kech qolding. Shunaqa qilib Koreyada to'y luki tayyor. Nima deb o'ylaysizlar? Koreyada kiyadigan mana shunaqa to'y kiyimi bilan O'zbekistonda kiyadigan to'y kiyimlar bir-biriga o'xshaydimi, yo'qmi? Fikrlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.